Qozon o'chog'ida arzon joydan so'ragan akalarimiz uchun biz bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga yetib kelganmiz. Ya'ni Cheramushka masjidining ro'parasida joylashgan qozon o'choq sotadigan do'konga yetib kelganmiz. Bo'lmasam biz narxlarni ortib beramiz. Xudo xolasa bu joyda 50 ming so'mdan boshlanib 35 million so'mgacha bo'lgan narxdagi qozon o'choqlar bor ekan. Bundan tashqari tandirlar hamda mangallar hamda importni pechlar bor ekan. Bo'lmasam akamiz kadr orqasida turib ma'lumot berishni xohlashdi. Mayli. Aka, assalomu alaykum. Oilabop xo'jaliklar uchun eng arzon qozonlar, ya'ni litri necha litrdan boshlanadi? 5 kilolik qozonlarimiz bo'ladi. Aha. 150 mingdan boshlanadi. 150 mingdan. 30 litrli bo'ladi. 30 litrlisi. 40 litrlisi aka? 40 litrlilari. Xo'p, ashanasi 130 ming so'm. Bu yangi chiqyapti, Toshkent mahsulot. O'zimizda chiqyapti. Tayga olmaydi. Juda go'zal. Xo'p. Qarang. 40 litrlisini qancha dedingiz? 40 litrli 180 mingdan boshlanadi, 250 minggacha bor. 50 talik. 50 talilarimiz 250 mingdan boshlanadi, 520 minggacha bor. Qalin yupqasiga qarab. 60 talik ham bormi? 60 talik ham bor. 60 talilarimiz 280 mingdan boshlanadi, 600 minggacha bor. Aytib ketaveringlar, narxlar bilan. 80 taligimiz bor, 320 mingdan boshlanadi. 200 minggacha bor. Keyin 100 taligimiz bor, 350 mingdan boshlanadi, 1 million 200 minggacha bor. Qalin yupqasiga qarab. Anovi 35 million so'mlik qozoningiz qanaqa? Bu 1 tonnalik bo'ladi. 1 tonnalik. Litri 1 tonna chiqadi. Aka, mangallar necha puldan bo'lyapti? Xo'p, mangallar, xo'p, oyog'i bilan mashq qilishi 320 ming so'm. Tandirlar aka? Tandirlarimiz tayyor qizitilgan bo'ladi, qo'qondagi bo'ladi. 1 million 600 ming so'mdan kichkinalari, stoykalilari 2 million 600 ming. 2 million 600 ming. Kattalari, xo'p, 1 million 600 ming so'm, yana zakazga qilib beraveramiz. Mana bu joyda Qashqadaryo, Surxondaryo xalqi yaxshi ko'radigan kattalari bor ekan. Xo'p, aka, litrlari? Litrlari bularda 75 litrdan boshlanadi, 1 tonnagacha bor. To'y qozonlar bor-ku, necha 250 litr bo'ladi? 250 litrli bo'ladi. Yuring ko'rsataylik. Necha pul aka narxi o'shan? Qalin yupqasiga qarab 1 million 800 mingdan boshlanadi, 2,5 million so'mgacha. Albatta aka, sizlardan o'chog'ini olgan odam, qozonni olgan odam o'chog'ini ham topishi mumkin-a? O'chog'ini ham, dastavkalari bor aka, o'chog'i ham hamma razmeriga bor. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavkasi bor-a? Faqat narxlar kelishilgan bo'ladimi? Kelishilgan bo'ladi, ha. Pochta qilib berib yuboramiz. Juda go'zal aka. Ichkarida naborlar ham bor ekan. Aka, ash o'choqlar 75 litrlik a bu? 75 diametri bu. Aha, narxi? Narxi 350 ming so'm. 350 ming so'm. Qozonlar aka ishonchli. Qozonlar garantiyasi bor, belgi. Haligi to'y chiqdi, osh-ovqat qilsa qorni shishib qolmaydigandan. Juda go'zal. Aka, mana mangallar necha puldan bo'lyapti? Cho'ralarimiz aka 120 ming so'mdan boshlanadi. 120 ming so'mliklari ham bor. Mana tepadagi 120 mingmi qancha u? Bu 180 mingligi, listicha qalinroq bo'ladi. 120 mingliklarimiz bag'da yig'ishtiriladigan bo'ladi. Bog'langan ham qisqa ochib ketganda korobkali. Aka, bu xona ochiqmi? Bo'ldi. Ichkarida nechvekalar ham bor ekan aka? Samovarlar, botlar bor, hamma yo'q bor. Aka, necha litrgacha bo'lgan samovarlaringiz bor? Samovarlarimiz 30 litrdan boshlab 120 litrgacha bor. Juda go'zal. Aka, adashmasam ma'lumot berib bo'ldik-a, narx-navosini. Qolganlarni telefonda aloqaga chiqsa, to'liq ma'lumot beraversa. Juda go'zal. Akalar, qisqa va lo'nda efir qildik. Ekranda pastdagi raqamga aloqa chiqarsa, O'zbekiston 12 ta viloyatdan, bundan tashqari san-texnika ishlari bor ekan, vodiydan narsalar, mahsulotlari. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin, vodiyli akalarimiz ham mana misol. Dastlabki xizmatlari ham bormi bularda? Dastlabki pochta. Arzon ekan. Qiziqib, narx-navosini so'rasalaring, telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar akalar, charchamanglar.